Assalomu alaykum, deganlarim yaxshimisizlar? O'zinglar yaxshimi? Bugun biz polvon kabobdamiz. Bu yerni bir ko'rib chiqish niyat bor. Qani ketdik unda. Deganlar. Kirib kelishlayinda birinchi o'tiradi. Hamma o'tirish mumkin. Endi mayli o'tirib bemalol choylarni ichib, shashliklar yeb ketishingiz mumkin. Bu yerda Avazota choyxonasi ham bor bizda. Polvon kabob va Avazota. Bu yer oshxonamiz. Ha, ko'rsatib chiqaman. Barxagilar endi Razivoniya pivo ham bor. Bu yer mana Avazotaga tegishli banket, ziyofat, tug'ilgan kunlar uchun shinamxonalarimiz sizning xizmatingizda. Ya'ni bizning xizmatimizda. Kelasizlar, men ham shu yerda bo'laman. Har xil turdagi mazali taom buyurtmalar, bedanalar ishqibozlari uchun alohida olib kelib qo'yganmiz. Undaqani xonalarga kirib ko'rishimiz kerak. Xo'sh, biz bu yerda xonalarga kiramiz. Yaxshi. Xonalarga kiramiz va ko'rib chiqamiz. Mana shu yer. Televizorlar ham bor, chekish mumkin emas. Kondisioner, stol, hammasi yaxshi. Endi boshqa orqa tomonlarga o'tamiz. Qani ketdik. Qani. O'sh. Sekin eshiklarni yopib, astalik bilan o'tib va katta xonaga kirib keldik. Bu yerda stollar kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda qo'l yuvgichlar, Razivoniya pivo ichadiganlar uchun va banket zallar Opa, jigarlarim. Xona, voy, aka, bu nima degani-yu? Uka, bu nima deganlari uchun? Op. Nima deyapti jigarlarim? Sizlar bu Voy. Xonani yorib yuborishgan o jigarlar. Necha o'nni? Mana qaranglar. Voy, diskoteka-yu jigarlarim. Qimmat baho stakanlar. Eng qimmat rusumlaridan. Jigarlar. Bu yerda diskoteka ham qo'yib, rankin-tankin qilib o'tiraverasizlar. Banket zarramiz. Xonalarga gap yo'q. Boshqa xonalarga o'tamiz. Qani go! Opa, jigarlar. Birinchi xonamizga tashrif buyuramiz. Opa. Jigarlar, lyustra nima deyapti? O'tirg'ichlar voy. Qani? Voy, nima deyapti, jigarlar? Eng zo'r stollardan birlari bo'lib, eng yaxshi va eng zamonaviy stollar. Jigarlar, bu yerga kelib, qiyma, burda, o'rama, tovuq go'shtidan mashdan etib keting. Bu yerda yomg'ir yog'gan kunlari, misol endi xohlagan paytlaring kelib, o'tirib ketsangiz ham bo'laveradi. Ana. Bu yerda oshpaz akalarimiz, oshpaz opalarimiz narsa pishiradi va ko'p xonalar bor ekan, mayli. Endi o'ta ko'p ekan. Mayli-yu, lekin yaxshi. O'ta zo'r. O'ndan necha qo'yasizlar? Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumanining birinchi iddum oldidagi polvon kabobni oldiga kelaverasizlar. Hozir sizlarga manzillarni yozib ketaman o'zim. Qani ketdik. Mana deganlar polvon kabob. Bu yerda Avazota va bedanalar ilib qo'ygan. Svetlayona kechqurun bilan qiymalar pishyapti. Bu yerda tayyorxonalar, burdalar, o'ramalar pishyapti. Hammaga xayr,